Korrupsiya davlat va jamiyat xavfsizligiga rahna soluvchi eng xatarli illatlardan biridir. Chunki korrupsiya chegara bilmaydi. Bu insonning nafsi bilan bog'liq jarayondir. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida o'tkazilgan tadbirda bu haqda so'z bordi. Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida bo'lib o'tgan uchrashuvda shaxsiy tarkib o'rtasida harbiy intizomni mustahkamlash, qonunbuzarlik va huquqbuzarliklarning oldini olish, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik mavzulari bo'yicha ma'ruzalar qilindi. Tadbirda faoliyat davomida shaffoflik, adolat va mas'uliyat tamoyillari har bir xodim uchun asosiy mezon bo'lishi shartligi alohida ta'kidlandi. Mutaxassislar tomonidan firibgarlik hamda korrupsiyaning og'ir oqibatlari haqida real misollar keltirilib, harbiy xizmatchilarning kasbiy etikasi qay darajada muhim ekanligi tushuntirib berildi. Ushbu o'tkazilgan profilaktik tadbirda korrupsiya holatlarini keltirib chiqish sabablari, ularga barham berish yo'llari haqida tushunchalar berib, harbiy xizmatchilarni harbiy intizomga qat'iy rioya qilishlari, kun tartibi belgilangan vaqtlarda o'z xizmat majburiyatlari, vijdonan yondashishlari haqida tushunchalar berib, kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirib o'tildi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, bunday profilaktik uchrashuvlar korrupsiyaning oldini olishda, xizmat intizomini mustahkamlashda va jamoatchilik ongini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.